Xolgoning teoliyasini uyingizda qilishni o'rganib oling. Ham ishonchli ham pokiz. Siz yavatgan Xolgoning liyosini qandaq maylarda ishlab chiqaryapti buni bilamsiz? Kal go'shining ishmaydan ushshaq ezib tayyorlab, buning meyini chiqarib olamiz. Qurtilgan lazdan 2 kilo atrofida tayyorlab, buni qaynoq suvda qaynatib, yumshagandan keyin chanab tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan kalning meyiga azroq suv may quyib, buni abjash qilib olgandan keyin, buningga samsaq, piyoz, yumg'oq sut silib, purqin chiqarib olgandan keyin, chanib olgan qizil lazimizni silib toz qo'raymiz. Yarim piyola sinjang, bir qo'shiq do'banjang. Qizil ko'k kavachlardan yerimchini o'xshash miqdorda solamiz. Videoda ko'rsatilgan xushparaqlardan muvofiq miqdorda solamiz. Ko'rib mishay kapslar qo'shmaganlar qo'shib elanglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Faoliyatimiz davomlashyotdi. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabbo yasash darsigimiz 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Ündidar Nazi 77-33. Ham xurishlardan tuz, vijin silib, pinshang silib, qattirib, qatqandan keyin qozonga azroq may qo'yib, sinjang samsaq so'ng piyozlarni toz bir qo'rib, purq chiqqandan keyin tayyorlagan Xolgoning teoliyasini silib, 2 tonna va sevesek lam samovar sho'rpasi tayyor bo'ldi.